Hammaga salom, YouTube'ga vlog. Bugun 25-may maktabimga boramiz. Uyga qidirib Vinyetkam topib oldim. Bu 2017-yil tushganim, 9-sinf bitirganda. Ana sinfdoshlar. Ana o'qituvchilar. Ko'ramiz bugun shulardan nechtasi qolgan ekan maktabda ishlayotgan. Borib ko'rishamiz hammasi bilan. Maktabimiz legendasi Anvar aka. Bu yer detskiy korpus. Yoshligimda 1-sinfdan 4-sinfgacha shu korpusda o'qiganmiz. Bu yoq katta sinfdan korpus bo'lgan. Yoq sport zal. O'rta sinf. Boshqacha stil bu, boshqa ekan. Sinfda o'qigan ekanman 1-sinfdan 4-sinfgacha. Lyubov Yenokovna bo'lardi sinf rahbarimiz. O'shman 3-parta bu tomonda o'tirgan ekanman. Mana shu joyda. Bu yer kichkina korpusga va ulg'ayganimga hammasini qadam kichkina uylab turibdi. Hamma joy o'zgarib ketdi har doimda. Har yili kelsam, bittadan yangi qo'shimcha bir nimalar qo'shishgan, hamma joyni toraytirishgan. Mana joy yo'q edi, yangi qo'shishibdi. Mana joy bufet qo'shishibdi. Bu yer o'rta korpus. 5-sinfda shu yerda o'qiganmiz. 5-sinf. To'g'rida bunyod maqsadli sinflari bo'lardi, informatika shu yerda bo'lardi. Ana bu sinf mashida bo'lgan. Bu sinf sheyda bo'lgan. Mana mashida men o'tirganman. Mayada Azbek o'tirardi, Dilshod o'tirardi. Dotskiy Temur o'tirardi, Gulchehra, Yulduz, Najmiddin, Davudxon, Sayfullayev, Adotti. Qolgan hamma eslolmaganlarni uzr. Sinfda o'qiyamiz. Oldin direktor sinfi bo'lardi bu. Mana hamma katta tanaffusdagi bolalar koridorda yurib. Kimdir meni sinfdagi qizga qarardi bundoq qilib. Bundoq qilib mo'ralab o'tib ketardi. Kimdir kelib mani sinfdagi qizga kimdir qarab o'tib ketardi. Assalomu alaykum. Qo'doq bormi? Misemi borasiz? Ha, o.
Hali ham o'sha yosh siz Ha? ishlatasiz. Qachon bitiribdinglar? 19-yil bitirganmiz. 7 yil bo'ldi. Bunyod domla birinchi 11-sinf. Ha, 9dan keyin birinchi umrlarga qaytgan paytimi? O'shanda. Qayda bo'lyapti? Elektrisetda. Maktab bufeti ham o'sha. Hidi ham o'zgarmagan. Domlamiz Bunyod Maqsadovich. Keyin mayli ular ruxsat bergan habitatga keladi dejurniga. Hozir faqat sen. Endi mashina qo'yib, xudo qo'yib ular keladi, ular ertaga ketadi. Maktabimizning legendasi Anvar aka. Kimlar kelib ketdi? Haligacha ishlaydilar. Hali ham yoshlar qilasiz. Olsam maylimizda kameraga. Bemalol, bemalol. YouTube'ga vlogga. Nosir aka bilasizlar ikkita tani. Kimlar kelib ketsa ham şey deysizlar. Vallahi hammaga katta salom. Sog' bo'linglar. 34 bitirgan yigitlar, qizlar, hammaga katta salom. Alloh hammaning umringizda fazli, barakotli, xayrli, ofiyatda qilsin. Kelajakda yaxshi inson bo'linglar, sog' bo'linglar. YouTube'da men Rossiyadaligimda maktab so'ramanku endi. Qidirdimda 3 ta video bor ekan maktab haqida. Mana bitta klip olib qo'yadi, syomka qiladi. Charchama mayli. Ребята, всем привет большое. Ayni. Не забывайте. Удачи, успехи. Не болейте. Shunaqa maktabga kelsam, yaxshi o'rgan o'qituvchilarim yo'q ekan. Rina Rizimda kelmabdilar. Loyal Jahanda kelmabdilar. Lenin yerimda boshqa maktabga institut ketib qilishgan. Masalan, rahbarim Bunyod domla bilan ko'rishdim. Anvar aka ham ishlab turibdilar. Maktab legendasi. Nosir aka bilan ertalab ko'rishdim, syomka qilmadim. Ular universitetga ishga ketdilar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Obuna bo'ling, tarqating.